Avtomobilim men uchun juda ham muhim desangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring, sizga juda ham manfaatli bo'ladi. Avtomobilda razval схождения degan tushuncha bor. Ko'pchilik ko'chada ko'rgan bo'lsanglar kerak, razval схождения ustaxonalarida avtomobilda o'sha g'ildiraklarini sozlashadi. Bu sozlash nima beradi? Birinchi navbatda bu razval. Razval deganda avtomobilning g'ildiraklarini qanaqa holatda turishi, tepa qismini ichiga kirishi yoki pastki qismi ichiga kirishi. Mana shu holatda razvalni belgilaydi. Agar tepa qismi ichiga qarab turgan bo'lsa, negativ yoki minusovoy razval, agar tepa qismi tashqariga qarab turishi pozitiv yoki plyusovoy razval deyiladi. Agar siz avtomobilingizni to'g'ri yo'lda ko'p haydab, faqat to'g'ri yo'lga moslashtirmoqchi bo'lsangiz va to'g'ri yo'lda sizga eng stabil holatda avtomobil yurishini xohlasangiz, nulovoy razval holatida avtomobilingizni настройка qildirishingiz kerak. Agar avtomobilingiz ko'p pavorotlarga kiradigan bo'lsangiz, pavorotlarda o'zini yaxshi ushlasin, upravляемость, ya'ni boshqaruv tizimi yaxshi bo'lsin desangiz, minusovoy holatda razvalni настройка qildirishingiz kerak. Agar avtomobilingizga ko'p yuk bosib, doimiy yuk bosib yuradigan avtomobilingiz bo'ladigan bo'lsa, plyusovoy holatda razvalni настройка qildirib qo'yganingiz yaxshi. Va bu razval holati o'zi aslida avtomobilingizning markasiga, modeliga qarab turib ishlab chiqaruvchi tarafdan aniq qilib ko'rsatib belgilab qo'yilgan bo'ladi. Endi схождениyaga keldik. Agar siz avtomobilda to'g'ri yo'lga haydayman, to'g'ri yo'lda menda stabil yursam avtomobilim deydigan bo'lsanglar, mashina o'ngga chapga tashlamasin, to'g'ri yursin desanglar, avtomobilinglarning oldi ikkita g'ildiragini, oldi qismini nisbatan ichiga qaragan holatda настройка qildirishinglar kerak. Bu avtomobilga to'g'ri yo'ldagi stabillikni beradi. Lekin avtomobilim pavorotlarga yaxshi kirsin, upravляемость zo'r bo'lsin, sportivniy bo'lsin va undan tashqari driftga yaxshi bo'lsin desanglar, tashqi tarafini tashqariga qarab sozlagan ma'qul. Shunda avtomobillar qayrilishiga kirganda yaxshiroq, stabilroq yuradi. Yoki ikkalasi ham qayrilishga, ham to'g'riga, har taraflama avtomobil to'g'ri yursin, ikkita tarafini ham plyus minusini hisobga olaman desanglar, to'g'ri qilib настройка qildirsanglar bo'ladi. Uchinchi holat bu kastor. Kastor bu avtomobilning o'qi, g'ildiragini o'qi vertikal o'qqa nisbatan oldinga yoki orqaga qarab sozlanishini bildiradi. Buni siz hozirgi paytdagi zamonaviy avtomobillarda sozlab bo'lmaydi, lekin shuni aytib o'tishim kerak, agar bu orqaga qarab sozlangan bo'lsa, rulning чувствительность yaxshi bo'ladi. Ya'ni razvorot qilib gaz bosgan paytingizda rul joyiga qaytib kelishi shunda tezroq bo'ladi. Bunda sekinroq bo'ladi. Lekin avtomobil bu holatda ruli yengil bo'ladi, bu holatda og'ir bo'ladi. Shuni hisobga olish kerak. Lekin buni hozirgi zamonaviy avtomobillarda настройка qilib bo'lmaydi. Shuni hisobiga siz asosan razval va схождениyaga e'tiborli bo'ling. Agar shu videoni to'liqroq tushunmoqchi bo'lsangiz, detali bilan tushunmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali YouTube kanalimga o'ting. Ushbu videoni to'liq formatda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat.